Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan GitHub haqida tanishib chiqamiz. GitHub o'zi bu nima? GitHub bu xakerlar uchun kodlar ombori. Kod yozamiz, yuklaymiz. Boshqalar esa ko'radi va foydalanadi. Go'yoki o'z qurolimizni, o'zimiz kodimizni ommaga tarqatamiz. Qisqasi, GitHub bu xakerlar uchun kodlar bazasi. GitHubni bugun ochish ko'rib chiqamiz. Qanday qilib GitHub profili ochiladi? Bu bizga juda ham kerak bo'ladi. Ayniqsa Kali Linuxga kirgan vaqt va boshqa kutubxonalardan foydalanib hack uyushtirgan vaqt ko'pincha GitHubdan foydalaniladi. GitHubdan tayyor kodlar olib toolslar ishlatilishi uchun GitHub profil, GitHub username, GitHub password kerak bo'ladi. Shuning uchun bugun GitHub ochish ko'rib chiqamiz. Google'ga kiramiz, GitHubda qanday bo'lishini rasmlarni ko'rib chiqish kerak birinchi, yaxshigina tushuncha paydo bo'lishi. Bu GitHubda o'zini maxsus ikonkalari GitHub. Bo'lmasa GitHub qanday yuklash ko'rib chiqamiz. GitHub profili ochishda GitHub kiramiz. Mana birinchi saytga github.com deb yozsak chiqadi. Bu yerga sign upni bosamiz. Email kiritamiz. Countryga O'zbekiston qaysi davlatga turgan bo'lsangiz o'sha countryni kiritamiz. Emailni kiritamiz. Felix Kurs password. Xo'sh. Passwordni kiritamiz. Passwordimiz. Okay. Keyin username kiritamiz. Username. Xo'sh, qanday username qo'ysak bo'ladi? Felix deb qo'yamiz username. Keyin mana bu tugmachaga galchka bosib bunaqa nima qo'yib bo'lmaykan, nickname, username qo'yib bo'lmaykan, raqam qo'yish yoki qanaqadir so'z qo'yish deyapti. Felix Kurs mana tayyor. Yoki Felix Hacker deb qo'ydik. Buni ham bo'lmaykan, Felix Hacker 2025-yildan boshladik hackerlikda degan ma'noga manimcha. Continue'ni bosamiz. Emailga kuchukcha gmail.com ni qo'shib qo'yamiz. Mana keyin hammasi tayyor bo'ladi. Continue'ni bosamiz. Mayli saqlanib qo'yamiz. Organizatsiya nima qilyapti? Bu yerda rasmga qarab burish kerak menimcha. Rasm orqa tomon bilan turibdi. Rasmga orqa tomon qilish kerak emas, orqa tomon turgan narsa qo'yish kerak. Samolyot orqa bilan turgani yo'q. Xo'sh, orqa bilan turibdimi o'zi? Nima edi bu o'zi? Orqa qism bilan turgan narsani topib ro'yxatdan o'tkazsak kirgizadi. Mayli, shuni jo'nataylikchi. O'yin bo'lib turgan narsani kiritishimiz kerak. Samolyotni kiritaylikchi. Endi qayta tekshiruv yana mana shu turishga. Mana bu rasmdagi o'yinchoq ham bizga qarab turibdi. Bu o'yinchoq ham bizga tomonga qarab turibdi. Shuni kiritamiz. Yana nima deyapti bu? Bo'ldi. Nimadir bo'libdi. Xullas, shuna qilib o'tib olamiz ro'yxatdan. Men endi tushundim. Samolyotchan rasmi turgan bo'lsa, menimcha samolyotchani tanlash kerak bu yerda. Nima rasmi turgan bo'lsa, o'shani kiritish kerak. Mana masalan kemani kiritamiz. Mana bu so'z kemasimi? Nima bu? Xullas, shuni kiritamiz ikkinchisiga. Bu yerda yana kema. Bo'ldi. Tekshirib ko'raman, yana shunaqa o'xshash bor ekan. Bo'ldi, account verify bo'ldi. Endi bizda gmailimizga, o'sha emailimizga kod boradi. Emailimizga o'tib olamiz, o'sha okey, pochtaga o'tib qarasak mana kod kelgan bo'ladi hozir. GitHub, mana GitHub kirib olamiz. Kodni kiritamiz, nusxalab. Bo'ldi. Endi username bilan email address. Maslahatim, buni biror bir joyga saqlab qo'yinglar, chunki juda kerak bo'ladi ertaga
hech qilayotganim, man pauza qilib, maslahatim, istasanglar Telegramga bironta bir shaxsiy kanal ochinglar yo guruh ochib, o'shanga o'zlaringni login parolalaringni saqlab boringlar, lekin hech kimga bermanglar guruhni. Xo'sh, men login parolimni tanlab qo'ydim. Endi sekin endi bosamiz. Mana biza GitHubga o'zimizga profil ochib oldik. Mana bu biza profilimiz Felix Hacker 25. Profilni sozlashga keladigan bo'lsak, yo'q profilni bosamiz va edit profilni bosib, o'zimizning profilimizda o'zimizga moslasak bo'ladi. Masalan, link, Telegram akkaunt deb qo'ysak bo'ladi, Instagram akkaunt deb qo'yib linklar qo'ysak bo'ladi. Bu yerda o'zimizda social linklarimizda name'ga nima qo'ysak bo'ladi? Felix. Bu o'zimiz haqimizda ma'lumot qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, kompaniya, location va hokazolar. Rasm qo'ysak bo'ladi. Create avatar mashtumaga bosamiz. Xo'sh, edit bosamiz. Upload fotoni bosib, bitdan pictures o'zimizda rasmimizni qo'yib olsak bo'ladi. Megabayt 1 megabaytdan oshmasin deyapti. Rasm megabaytda. Endi nima qilsak bo'ladi? Boshqa rasm qo'yib qo'yamiz. Shuni qo'yib yuboraylikchi. Bular profil tayyor, account bular yetar. Qayta yuklaymiz. Bitta narsa esdan chiqdim deyman menimcha. Update profilni bosib olish kerak-da. Mana rasm qo'yib, infolar yozgandan keyin oxiriga update qilib qo'ymasak, mana update profilni bosmasak, o'sha o'zgarmagan holda qoladi. Update profilni bosib qo'yamiz, bo'ldi, tayyor. Endi chiqib kiradigan bo'lsak, qayta GitHubga github.com Felix Hacker 25 ga o'tkazib yubordi bir yo'la. Mana biz akkauntimiz tayyor. Bilmayman nimaga rasm qo'yilmadi ekan. Ichki qismiga rasm qo'yildi, shuni bilaman. Buni o'zlaring ko'rib chiqib, YouTubedan o'zlaring o'rgan olsanglar bo'ladi. Xullas, mayda-chuyda ishlar. Bugun darsimiz shu edi. Hammaga xayr, sizlar bilan Hackbox bo'ldi.